Kamera menga yoqmaydi, o'zi bilaman. Hozir kamerada bo'lib qolaman, gapiraman, baribir gapirish artikullarim mana deyish boshlandi. Birorta olmayotgan, daromad olmayotgan bolalarga uchta hissiyotni aytaman. Agarda kim bularni o'zida to'g'rilay olsa, biznesda sotuvda daromadi fiksga oshib ketadi. Ko'p odamlar faqatgina o'zini sohasini o'rganib qolish bilangina tiklanib qolishadi. Yokida bo'lmasa, ishga kirishib ketgandan keyin yangi biron bir narsani o'rganishdan to'xtab qolishadi. Agarda biz ham sohamiz atrofidagi bilimlarni o'rganadigan bo'lsak, ham dunyoqarashimiz, ham odamlar bilan gaplashishimiz anchagina o'zgaradi. Ikkinchisi, ishdagi mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'yish, kimgadir nimadir qilib beraman. Mana shu sanada mana shu narsa bo'ladi. Yokida bunday narsa qilib beraman deb aytdingizmi, o'sha narsa o'sha sanada aynan o'sha vaqtda bo'lsin. Uchinchisi va eng asosiysi, topayotgan pulingizni har doim reinvestitsiya qilishga harakat qiling. Boshlang'ich etapda 100% gacha va daromad kattalashgandan keyin esa 50% gacha ishni o'ziga qayta tiklab olishni tavsiya qilardim. Bu ish instrumentlariga, texnikalarga, marketingga va albatta ta'limga ham. Fikrimga qo'shilsangiz albatta videoga like bosib qo'yishni va o'zingizda qanaqadir variantlar bo'lsa izohlarga yozib qolishni so'rayman.